Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ba devirdimi yaşlarının içinde boğan. Mesela Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın kaşığa bir sahabe gelip indigen. Ya men bektir neçerke men endi odam bulanmag'idekmi deb bundan so'rovlardan yiroqlashib namozni tashlab kelishinglar. Shuning qatorida biz bugun yana uning ichida biz g'iq shaklda yashaydigan. Lekin biz u Allohning sifatini ko'rgili unutmagan yoki ko'rmayotgan bir sifat bilan tanishib chiqamiz. Cemiyetimizde nurg'unlagan balla havo havasini keyniga kirib yashayotgan shundoq bir paytda yana shundoq suhbatligi kelgan, namozlarini tashlamagan, axloq bilan axloqlanishga tirishayotgan yoshlarning bo'lishi yana bizni umidlantiradi. Chunki jamiyatimizga qarab qolgan bo'lsak, nurg'unlagan yoshlar ota-onasining gapini anglamay, ko'ngli nimani ta'si shuni qilib, namozlari joyida yoki joyida emas, bundan so'ridan xavri bor yoki xavri yo'q shaklda yashab ketyotidi. Qarab qolgan bo'lsak, uni bizning oramizga Zaytunburundan, hatto Bashaq shahardan, Beylikduzdan kelayotgan qarindoshlarimiz bor. O'ylab qolishinglar mumkin, sizlarning emas hammizningki biz tuzalmayotgan, men mushundan bir qo'l ussam bo'ladi deydigan yomon ishlarimiz bor. Bu yosh bo'ldikan chuqum bor. Ma davrdilam emas, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ba davrdimi yoshlarning ichida bo'lgan. Masalan, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashig'iga bir sahoba kelib degan, "Ey Rasululloh, menga zinoga ruxsat qilsizlar" degan. Ig'ir gap-ku bu. Demak, bola oshunda ishda, ya'ni zinodan o'zini tortishda qiynalgan. Shunga sizlarning ko'ngillarning bir yomon ishlarning kelishi yoki bir kunib qolgan bir yomon ishlarni o'zingizning ojiyam masliqinglar qarab, "Yo'q, men bekbir nacharkan, men endi odam bulanmag'idekmi" deb bundan so'rovlardan yiroqlashib, namozni tashlab qilishinglar sizlarningki halokatga qarab manganinglar. Masalan, o'zingizlarning ba'zi tuztanmay qolgan yanglar bo'lsa-mu, men bir o'ngshalsam bo'ladi deb tirishsanglar, mushu tirishqa vaqtingizda sizlar o'zingizlarningki nafsinglar bilan bir jihad qilayotgan bir bosqichda bo'lgan bo'lasizlar. Mana mushu vaqtda tirishsanglar, bel qo'ymasanglar, Alloh sizga yordam qiladi. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda innallazina jahadu fina, Allohning deganini qilsam bo'ladi, harom ishlarni o'zimni ta'sam bo'ladi, to'g'ri yo'lga mangsam bo'ladi deb mushundaq o'zining nafsi bilan kurash qilayotgan, tirishchanlik ko'rsatayotgan, yomon ishlarni qo'l uzanmasimi, namozlarga ahamiyat berayotgan, mushundaq so'rovlar bo'lsa qolmasam bo'ladi deb tirishchanlik ko'rsatayotgan kishilarni lanahdiyannahum subulana, to'g'ri yo'llarimizga boshlaymiz deydi. Ya'ni mushu to'g'ri yo'lga mingish, yomon ishlarni o'zingizning tortishda sizlar tirishchanlik ko'rsatsizlar, bel quvvatmaysizlar, sizga Alloh taolo yordam qilib, u to'g'ri yo'lga sizlarni yetaklaydi. Shundaqla Alloh taolo bayna oxirida innalloha lama'al muhsinin, Alloh taolo mana mushundaq yaxshi qilguvchilar bilan birga dedi. Ya'ni o'zi yomon ishi bo'lsa-mu, yomon odati bo'lsa-mu, shuningga bel quvvatmay, yengilib ketmay, shaytonga alomay, yo'q men tashlasam bo'ladi deb tirishchanlik ko'rsatganlar bilan Alloh taolo billa ana shular muhsinlar deydi. Garchi o'zining bir yomon odati bo'lsa-mu, tashlanmay qolgan yomon ishi bo'lsa-mu, mushundaq so'rovlardan mahrum bo'lmagan, kirishga tirishgan, namozga ahamiyat berishga tirishgan, mana mushundaq yoshlarni Alloh subhanahu va taolo texmi sonimizni ko'paytib bersin. Agar yoshlar mushundaq tirishchanlik ko'rsatmasa, o'zining nafsi bilan qarishi, bu nafsi insonni ta'tib mingi beradi, oxirida o'zini isrof qiladi, o'zini halok qiladi. Nima uchun desanglar, insonning ma dunyoda yaratilishda bir maqsadi bor. Masalan, sizlar ustal yasasizlar shunday hozir. Ma ustalni nima uchun yasaysizlar? Kompyuter qo'yg'ili shunday. Hozir buni biz ustalgan mavu, aka bilan buni qochoqlarini ushib, uchoqqa qolib etsam, nima qilgan bo'laman? Isrof qilgan bo'laman. Buni Xolid ustam kompyuter qilib ishlating desa, men buni unda ishlatmay, boshqa bir ish ishlatsam, buni zayo qilgan bo'laman. Masalan, telefonni nima uchun ishlaydi? So'zlash uchun, boshqalarga xat avatish uchun yoki ba'zan rasmlarni tortish uchun yoki kitob o'qish uchun deymiz. Nurg'ulgan. Agar men ma telefonni shu ishlarga ishlatmay qana qilsam, ya buni ya bir to'rt bujak abdan bir narsa kelma, jo'sat pakab qilib ostonga qo'ysam meni putuga yoki bir yangicha qilsam meningda qanaqa qilgan bo'laman? Isrof qilgan bo'laman. Shuningga o'xshash insonning nima uchun yaratildi? Agar shu yaratilgan narsaga ishlatsa inson o'zini, shu buncha yassa, uning qimmati olgan bo'ladi. Ya'ni ma telefon qilib ishlatsam, qimmati olgan bo'ldi. Ma jo'zni putuq qo'ysam, bir parcha yog'ochdan farqi yo'q bo'ldi. Shuningga o'xshash inson o'zining qimmatini topay, insondek yashay, haqiqiy bir odam bo'lib yashay deydi ekan, oldin o'zining nima uchun yasalganligini bilish lozim. Xuddi ustal nima uchun yasaldi, telefon nima uchun yasaldi, shuni bilganga o'xshash. Ondan keyin o'zining nima uchun yasalganligini bilgandan keyin, nima uchun yasalgan bo'lsa, o'zi shuning uchun ishlatsa, birinchi qilib o'zining qimmatini topadi. Ikkinchi qilib mush yo'lda o'zining kimligini biladi. Nima uchun? Chunki o'zining nima uchun yaratilganligini qanday orqali biladi? O jarayonda Allohni tunuydi. Allohni tunugandan keyin o'zini tunuydi. O'zini tunugan Robbini tunuydi deb, ma hayotdagi maqsadini biladi, o'zining nima uchun kelganligini biladi, o'zining hayotini isrof qilmaydi. Shuning bilan ma dunyodagi vazifasini ado qilgan bo'ladi. Insonlarning dunyoda
dunyodagi vazifasi nima? Cho'qim bir yaratilish g'oyasi bor shundaqo. Hech bir narsa g'oyasi emas. Bir istakanni bikaga yasalmaydi. Nima uchun yasaldi? Choy ichsin deb. Agar men ma'noga choy ichmay, ichiga nes tubaka alisam, sabqam bo'ladi. Shuning o'xshash insonlarning yaratilish bir g'oyasi bo'ladi. Shu inson yaratilish g'oyasi uchun harakat qilgan vaqtida, andan keyin ibodat qilgan bo'ladi. Ibodat qilgan vaqtida Allohningki buyrug'ini ijro qilgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda dedi, "Men inson va jinlarni menga ibodat qilsin uchun yaratdim" dedi. Ibodat degan nima? Alloh buyurgan ishlarni qilish, Alloh cheklagan ishlardan yenish. Inson mana shu nafsiga qarshi kurash qilib, Alloh degan ishlarni qilgan vaqtida yaratilgan nishoniga, yaratilgan g'oyasiga mas ish qilgan bo'ladi. Ma dunyoda o'zining qimmatini topadi. Shundaqla Allohni rozi qilib yashagan bo'ladi. Yana bir abadiy hayotdagi mukofotini to'liq oladi. Nima ish qilsanglar, insonlarda ba a'zoning ko'pi hayvonlarda bor. Hatto insonning ko'zida qaranglar, zaxmlansa, ko'mas bo'lib qolsa, buni bir yaqinimning oshida uloqliq itning ko'zini saldigan ahvollar bor. Yurak bor, boshqa hayvondan bu. Bizda bir ortiq narsa bor. O qaysi? Aql, tafakkur. Insonga o'xshash aql, tafakkur. Boshqa hech bir narsa yo'q. Bu aql, tafakkur nima uchun berildi? Dal uni ishiltish uchun. U narsa berilgan ekan, uni ishilting degan gap bu. Pul bersam xajlan deganga o'xshash. Qalam bersam xat yozing deganga o'xshash. Kitob bersam o'qing deganga o'xshash. Bu aql ishlat dedi. Nima ish qilamiz aqlni ishlatib? Inson eng mush aqlni ishlatishga hurunchi inson. Shu bir qadamlam ishlatadi, uni ishlatmaydi. Masalan, ana tamoq qilsa, yeb o'xshabdi deysizlar. Ana o'xshabdi, rahmat deyishga ko'pincha unutib qolasizlar. Ammo inson aqlini ikki qadamlam ishlatsa, Allohni ko'maydigan yer topolmaydi. Har yerda Allohning har xil sifatini ko'ra oladi. Chunki Alloh taolo ko'pincha sifatlarini yoki bizga o'rgatgan sifatlarni Qur'on va hadisda deb berishlar biriga o sifatining namoyandasini dunyoga chechib o'tgan. O'zimizning jismiga chechib o'tgan. Koinotda har bir yer chechib o'tgan. Inson aqlini shundalam ishlatsa, Allohning o sifatini ko'ra oladi. Alloh barkan, Alloh razzaqkan, Alloh karimkan, Alloh kabirkan, Alloh azizkan deb har yerda Allohning butun ismlarini ko'ra oladi da, Allohni tuniydi. Allohni tunigan odam Allohga ibodat qiladi. Allohga ibodat qilgan odam Allohni yaxshi ko'radi. Mana shu bo'yicha inson iymonning eng yuqori pallasiga o'tadi. Shuning uchun biz Asmaul Husna darsimizni qilib o'tamiz. Har haftada Allohning bir ismini o'qiymiz. Shundaqla u ismninki koinotdagi namoyanlarini o'qib, iymonimizni kuchlantirishga, Allohga bo'lgan tunishimizni yuksaltirishga tirishyapmiz. Shuning qatorida biz bugun yana uning ichida biz g'iq shaklda yashaydigan, lekin biz u Allohning sifatini ko'gili unutmagan yoki ko'mayotgan bir sifat bilan tunishib chiqamiz. Nimishqa ko'maymiz, nimishqa ko'mayotimiz yoki ko'gili unutmaymiz? Chunki biz aqlimizni ikki qadam ishlatishga hurunlik qilamiz. Asli badalsiz bir narsa berish degan gap bir hadiya shundaqo, hadiya. Qarab baqadigan bo'lsak, biz Allohningki hadiyasiga tushab ketiglik. 50 yil ilgari masorondagilarning hech qaysi yer sharida yo'qdi. 50 yil ilgari, 40 yil ilgari yo'qdi. Qish odamlar yo'qkan-ku. 40 yil ilgari masorondagilar yo'qdi bolalar, o'ylab baqinglar. Ko'pincha biz ota-onamiz to'y qilmagan bo'lishi mumkin. Yo'qdik. Keyin paydo bo'ldik. Paydo bo'lib, tosh urishimiz mumkindi, kesak urishimiz mumkindi. Undan bo'lmadik. Bir jonliq bo'ldik. Jonliq bo'lib, qo'yilishimiz mumkindi. Yo'llardagi ish turishimiz mumkindi. Uni Alloh yaratdi-ku. Ammo Alloh bizni inson qilib yaratdi. İnsan bo'lib to'yilishimiz mumkindi. Suaylik qilishimiz mumkindi. Lekin Alloh bizni Uyg'ur musulmon qilib yaratdi. Mush ishlarningki beshidagi yaratilishimizni tortib, toki mush Uyg'ur musulmon bo'lishimizgacha qaysi birisini biz tanlab bo'ldik? Qaysi birisini uning bedeliga biz bir narsa berdik, bir musulmon qilsa deb Allohga bir narsa berdik bedelga? Hammasi bedelsiz Alloh taolo tarafidan berildi. Bu nima? Hadiya. Ondan boshqa bütün a'zolarimiz qarasak, qaysingni ko'zingni qaysi do'kondan oldinglar? Quloqingni qaysi do'kondan oldinglar? Kim berdi ko'zimizni? Qo'limizni kim berdi? Ig'zimizni kim berdi? Quloqimizni kim berdi? O'ylab baqalab bir ko'zimiz ko'mas bilan bo'lsa, uning uchun nurg'un pul xarjlaymiz. Davolash uchun. Bir putimiz dastmas bilan bo'lsa, nurg'un pul xarjlaymiz. Kim berdi? Bu a'zolarimizni kim berdi? Nereden keldi? Da o'ylansak nima ekan? Uzluksiz hadiya qilib turadigan bir hadiya qilib chuba ekan. Endi o'zimizda emas, atrofidagi yegan narsamiz qarab baqala, bozordan olma olasizlar, tuxum olasizlar, sut olasizlar, pul olasizlar shundaqo. O'ylab qolmanglarki, o men o'sning pulisini berdim, olmaning pulisini berdim, o tuxumning pulisini berdim deb o'ylab qolmanglar. Sizlar tuxumning pulisini bermadinglar, sutning pulisini bermadinglar. Masalan 1 kilo 40 lira. 40 lira bir süt tepre men avut desem tapam mı? Yok. Yoki qilg'i badanglar pulni? Yo'q. Tuxumni asla. Tuxum badanglar pulni? Baqqalga badanglar. Bizning sutga bergan pulimiz, tuxumga bergan pulimiz, shu sutni seg'ib, bozorga chiqib setish, tuxumni elib, bozorga chiqib setish jarayonidagi ish haqqining pulusi u. Tuxumning pulusi emas, sutning pulusi emas, olmaning pulusi emas. Siz daraxtga pul vermedik, tuxumga pul vermedik. Faqat shu tayyor daraxtdan chiqqan narsani shu tep ejri qilgan odamning kishi ejriga berdik. U olmaning uzgi bermedik, tuxumning uzgi bermedik. Chunki u narsalarni necha million bersakmi bir odam uni bir zavodda yoki boshqa bir yerda ishlab chiqara olmaydi. Ammo bizning bergan pulimiz sutning puli emas ekan, tuxumning puli emas ekan. U ish haqiqiy shu yig'ib, xaltaga qachilab satgan bo'lgan ish haqiqiy u qutining puli ekan, taxsining puli ekan. Demak biz yeyotgan sutning pulisini bermedik, tuxumning pulisini bermedik. Hammasi Alloh taolo birisini qalin sabab qilib, birisini tuxumni sabab qilib, yana birisini quruq shoxni sabab qilib bizga avatgan
hadiyasi. O'ylab baqinglar, bir yog'ochdan har xil tamlik, har xil mulk chiqadi. Oplisin chiqadi, olma chiqadi, nashpi chiqadi. Bu yog'ochdan chiqadi, o'ylab baqinglar, yog'ochdan. Allohning rahmati bilan mush yog'och orqali Alloh taolo bizga hadiya avatdi. Pulusni omadi bizni. Biz pulusni faqat bu shaxtni uzib, do'konga tizgan odamning shaqqini berdik. Bug'doy olsun, guruch olsun, yeyotgan mush rizqlarimizning hammasi Allohning bizga qilgan bir hadiyasi. Sizlar ochqan kelsangiz bir qancha lag'man desangiz pulusni o'ningga olmani itib berganligi, daraxtga pullarni hech kim pullarmidik biz. Alloh bizga hadiya qilib avatdi. Biz buningga qaragan vaqtimizda koinotga shunda bir nazar solsak, aqlimiz bulardan bo'lsa, to'xtamay bizga bir hadiya qilib turadigan bir zot bor ekan deganni aql ko'zimiz ko'ralaydi. Mana bu shu Allohni tepish. Onundan başka farzand deymiz. Farzand Allah'ın bir hediyesi. Mesela hemimiz onumuzu pek yaxşı görürüz. Onun bir Allah'ın hediyesi. Oyalma Allah'ın hediyesi. Şuna Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hemmisini hediye degen sözünü işletiklik. Yahabu limen yeşâ'u zukur ve yahabu limen yeşâ'u inâfâ. Allah halık adamga oğul farzandına hediye kılıdı. Bir de emese bir iş degen gap, bir iş qıptagın bolsa bir iş. Allah Teala hediye kılıdı dedi. Yahabu deydi. Hibe degen gap Arap tilida hediye degen gap. Yani halık adamga oğul farzandına hediye kılıdı. Halık adamga kız farzandına hediye kılıdı. Yani bir ayet Allah'tan deydi. Ellezine yekulun Rabbena heblena min ezvacina. Bizge hediye kıl ya Allah. Bana bir cüp hediye kıl deydi. Demek bir ayal kişi nispeten onun Allah'ın bir hediyesi. Ergi nispeten ayal Allah'ın hediyesi. Dadı nispeten bala Allah'ın hediyesi. Şuna biz erişken derslerge şunu dalım qarab baqadigan bolsak, hammasininki biz haqqını bermegen bir Allah'ın hediyesi ekanligini ko'rib olalam deganmiz aql ko'zimiz bilan ko'ralaymiz. Masalan, ba'zan bolalar bor. No aynak qarab sinfidagi odishga o'xshash igiz bo'lmasa, ko'ngli yerim buldandi. Yoki chiroyi sinfidagi yana bir savoqda o'xshash kirishgan bo'lmasa, yoki shunga o'xshash uruq bo'lmasa, hatto ba'zan bolalar nima uchun Alloh meni bunday yaratdi deb xafa bo'lib ketgan bolalar bor. Alloh taolo adolatsizmi? Yoki otizmchining bir skipligida Alloh taolo adolatsiz, qarasam bu yoqni paka yaratdi, ani igiz yaratdi. Orası Allah adolatsiz ekan deb qoldigan. Men sizlarga hozir hadiya taqatdim hozir. Hech qasam menda qarz yo'q-ku masalan. Bir sanlığa 100 lira, yine bir sanlığa 50 lira versem, mendan xapıda şaqqım bormi? Yo'q. Çünkü hemmisi hediye o. Allah'ın bizni birisimizni paka, birisimizni yaratishda qarşılış haqqımız yo'q. Çünkü hemmisi Allah'ın biz qilgan hediyesi. O'ylab baqadigan bo'lsak, havodan tatib, yegan nallarimizni tatib, etgan pololarimizni tatib, mevchilarimizni tatib, hemmisi Allah'ın hediyesi. Biz pulusini bermegen narsalar. Davgan bu yerda El-Vahhab deydigan bir zot bor ekan. Buni Alloh taolo Qur'on va hadislarda Vahhab deb o'zining sifatini bayon qilib qo'ygan. Vahhab degan nima? Uzluksiz, davomli hadiya qiluvchi Alloh degan. Biz ishongan Alloh davomli bizga hadiya qilib turadi. Farzand hadiya qiladi, nurg'ulg'an narsani bizga hadiya qilib turadi. Masalan, qarab baqadigan bo'lsak, mevchularni hadiya qiladi, nurg'un narsani hadiya qilib turadi. O Allah ana shunda to'xtovsiz, uzluksiz, sanoqsiz hadiya qiluvchi. Biz Allohninki bu hadiyalarini sanasak, asla va asla sanab bo'lmaymiz. Unda bo'lsa, bizning nafaslangan havoyimizni tatib, et degan yegan tuxumlarimizni, ichgan sutlarimizni tatib, biz uning pulusini bermabdimiz. O bir hadiya ekan. Biz Vahhab bo'lgan Allohning bandisi ekanmiz. Allohning hadiyasini olib turibdimiz. Endi biz Allohning bu Vahhab degan sifatidan qandoq nasibimizni olamiz yoki qandoq axloq qilamiz? Chunki biz Allohning bir sifatini o'rgansak, uningdan bir axloqni suzib olamiz va o'zimiz undan qanaqa qilamiz? Axloq qilamiz. Qanday axloq qilamiz? Birinchidan Alloh taolodan bir narsa degan vaqtimizda shu Vahhab ismini ko'p ishlatamiz. Chunki mel rizq olsun, hatto jannat olsun, bu Allohning hadiyasi. Nima ish qilsangiz o'ylab baqinglar. 60 yil o'qigan namozingizga bepoyon abadiy yashaydigan bir jannatni bitqash nadi va 60 yil yoki 70 yil tutgan ro'zangizga o ko'nglingni tatgan butkul narsani bitgan jannat nadi va shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Alloh bilan qasam, sizlarning hech biringlarningki amali sizlarni jannatga akirmaydi dedi. Ya'ni degini sizning qilgan amalinglar sahobaga degan maqmama o hayotini jihatlar o'tkazgan, Alloh yo'lida urush qilaman deb qo'li kesilgan, burni kesilgan, put kesilgan bu sahobaga mush qilgan amalinglar jannatga kirishga yetmaydi dedi. Ya'ni jannat shundoq bir nozu ne'matlar bilan to'lganki 60-70 yilda qilgan amalinglarga yetmaydi. Qimmat surishtirsak, unda bo'lsa Alloh taolo bizning ko'rsatgan tirishchanligimiz qarab turib jannatni bizga hadiya qilib beradi. O'ylab baqinglar, sizlar bir odam 60-70 yil ishlab eng ko'p pul topolsa, Elon Musk pul topar. Shundaqo, Elon Musk'ningki dunyoning hammasi xo'jayin bo'ldimi? Yo'q, dunyoning hammasi xo'jayin emas. Dunyo degan hech narsa emas jannatga nisbatan. Jannatni Alloh taolo nima deb sifatladi? Dunyo pashining qanatiga teng kelmaydi dedi. Jannatga qaragan vaqtda dunyo degan vaqtda buning ichidagi hamma nozik aslanglar, oltin kumushni aslanglar, sizlar yetmoqchi bo'lgan osh ilg'or mashinalar, bino, hammani aslab mushuni hammani qo'shsak, oxirat kelgan vaqtda bir pashining qanatiga teng kelmaydi deydi. Endi ana shunda dunyodagi eng ko'p bir boy shunchalik tirishib, dunyoning hammasi
bilgi bulanmasa, bir adam 60-70 ibadat qilib, şunun barabarıgılam cennet olma desa, bu aqlga uygun ish emas. Biz tirishimiz, şu cennet uchun amallarni qilamiz, şu ko'rsatgan tirishchanligimizni qarab turib, Alloh taolo bizga jannatni hadiya qilib beradi. Shuning uchun biz mayli rizq tilayli, mayli nima tilayli, Alloh subhanahu va taoloninki Vahhab ismini ishlatishimiz ko'p ta'kidlanadi. Chunki Qur'on Karimda Allohning Vahhab ismi 3 yerda zikr qilingan, 3 yerning ikkisida duoda zikr qilingan. Bizning hidoyatimizmi bir Allohning hadiyasi mahmab Allah. Alloh taolo xoliqi odam hidoyatga boshlaydi. Shunga Alloh taolo Robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana va hab lana min ladunka rahma innaka antal vahhab dedi. Ey Rabbimiz bo'lgan Alloh, bizni hidoyat qilib bo'lgandan keyin bu hidoyatni ozdirib etmagin. Chunki sen Vahhab, bu hidoyatni bizga hadiya qilding. Sen bo'lsang bir Vahhabsan, ko'p hadiya qilguvchisan. Bu hidoyatni bizni mahrum qo'ymagin deb Alloh taolo bizga Qur'on Karimda Vahhab ismini ishlatib bizga duo qilishni o'rgatadi Alloh subhanahu va taolo. Shunga duolarimizda Allohdan Vahhab ismi bilan ko'p so'rashimiz kerak. Chunki biz Vahhab, Allohning hadiyasining ichida yashayapmiz, hadiyasining ichida o'layapmiz, hadiyasining ichida tinayapmiz. Butun ishlarimiz Allohning hadiyasi bilan mengayotadi. Ikkinchisi, Alloh subhanahu va taolo bizga ana shunday hadiyalarni qilgan ekan, biz buning bir shukrisini qilishimiz kerak. Shukrning birinchisi qaysi esa Alloh taolo bergan hadiyalarni to'g'ri yo'lga ishlatish. Alloh hadiya qilib bergan ko'zimizni haromga qaramaslik orqali to'g'ri yo'lga ishlatish. Alloh bergan qo'limiz bilan harom yerdan pul topmaslik orqali shukr qilish. Mana bu bizning axloqilgan tarafimiz. Uchinchisi, Alloh subhanahu va taolo Vahhab ekan, cheksiz, badalsiz, to'xtamay hadiya qilguvchi ekan. Buningdan hammamiz o'zimizni shohid qilib axloqlanishimiz lozim. Atrofimizga do'stlarimiz bo'lsin, bir hadiya berish orqali bo'shini o'zimizda o'zlashtirishimiz kerak. Qarab boqadigan bo'lsak, birodar ballar, jamiyatda bu Allohning bizga bergan ne'matini tunib, ko'zdagi g'aflat pardasidan tatib, Allohga shukr qilayotgan yoki shukr qilishga tirishayotgan ballarning nihoyat az ekanligini ko'ramiz. Alloh taolo ana shunda bizga Vahhab sifat bilan nurg'un hadiyalarni berib o'tadi ekan, inson g'aflat pardasini yirtib o'tmasa, aytib o'tmasa kulanmaydi buni. Nima qilsanglar, Allohning hadiyasi bek ko'p. Hadiya bek ko'p bo'lib kelsa, inson kulanmaydi. Men sizga har hafta yoki har kuni mushahada kelsanglar, sizga qo'l aytib bersam yoki har kuni sizga 100 liradan pul bersam, shuncha qatam xo'shsiz, lekin har qatam bersam kunda boya deb bilinmaydi. Xo'sh olmaysizlar nisbatan. Nihoyat ko'p bo'lib ketganlik uchun kulanmaymiz. Ammo nihoyat az bir kishilar kulalaydi. Alloh taolo shuni Qur'on Karimda va insonning xarakterini sifatlab qutilal insanu ma akfarah deydi. Insonga la'nat bo'lsinki, ular nima degan tuzkur deydi. Allohning suyini ichib turib, Allohning kunda yashab turib, Allohning butun nozibatlarini foydalanib turib, yana Allohga osiylik qiladi. Buningdan cho'ng tuzkurlik qilamdi. Masalan, bir odam deyli, o'ylab boqing, kichkina bir yaxshilik, hozir siz yo'lda o'tib ketgan mashinangiz buzilib qoldi yoki motoringiz buzilib qoldi deyli. Amalsiz qoldinglar. Bir sikitligingizni yordam qilib motoringizni o'ngshab berdi. Uning rahmat aytib ketgansizlar, rahmat aytisizlar. Endi har vaqt Allohning yaxshiligini yashab turib, uningga bir shukr qilmasak, uningdan cho'ng tuzkurlik bo'lmasligi kerak. Shunga Alloh taolo sura Fotihaning 5 nima deydi? Alhamdulillahi robbil alamin. Bütün mediyalar Allah xos deydi. Chunki nimishqa biz Allohning yaxshiligi bilan yashaymiz. Allohning hadiyasi bilan yashaymiz. Odatda bir qatim oldimizga choy kelganimga rahmat deyish, bu bir aqlli axloq. Bir choy kelganimga rahmat deyish. Endi choy emas, bu choyni tetadigan tilimizni bergan, choyni ko'radigan ko'zimizni bergan, hamma bizdagi ne'matlarni bergan Allohga alhamdulillah deb fi'li shaklda namozlarimiz bilan, duolarimiz bilan alhamdulillah sana mediyalar bo'lsin ey Alloh diyamasak, qutilal insanu ma akfara. Ana shundaq tuzkur insonlarga Alloh taolo la'nat bo'lsin ki deydi. Va shundaqla va qalilun min ibadiyash shakur. Allohningki bu hadiyasini his qilib, men Allohning hadiyasida yashab o'tibdimi? Alloh menga onamdek bir go'zal insonni beribdi, dadamdek bir go'zal insonni beribdi va shundaqla nurg'unlagan ko'z, quloq, hammadan iborat shundaq ne'matlarni beribdi deb buni tunugan va buningga shukr qilgan va shukr qilishga tishgan insonlar nihoyat oz deydi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ana shu Allohning ne'matini tunugan, Allohning hadiyasini bilgan, aql ko'zi bilan Allohning Vahhab sifatini ko'rgan ana shu oz kishilarningki qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Allohning hadiyasini apturib, Allohni ko'ranmaydigan ko'r insonlarning bo'lib qolishimizni Alloh taolo saqlasin. Shundaqla Alloh subhanahu va taolo bergan har bir hadiyasida u Alloh taolaning Vahhab ismini ko'rib, qalbida Allohga bo'lgan sevgisini, iymonini oshiradigan haqiqiy aqlli kishilarning qatoridan qilsin Alloh subhanahu va taolo. Alloh taolo hammamizni o'zining iymonini mustahkam qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.